Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Manage Inventory nimaligi haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, Manage Inventory o'zi nima? Manage Inventory deganimizda biza o'zimizning mahsulotimizni, bizning skladimizda bor yo'qligi, nechta qolganligi, qanaqa ko'rinishdaligi, hozirgi paytda sizni qo'lingizda turibdimi, ya'ni nalichiymi yoki nalichiy emasmi, shu narsalarni ko'rib chiqish deb nomlanadi. Va eng asosiysi, nech puldan qanaqa narxga sotayotganimizni va nech pul foyda ko'rayotganimizni ham shu joyda ko'rib chiqsak bo'ladi. Endi sizlar bilan bittama-bitta Manage Inventory'da bo'ladigan statuslar haqida gaplashib birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Xo'p, har doimday main page'imizda joylashgan bo'lib, biza mana bu yerda eslasanglar, boshida o'zimizga tez o'tish uchun bo'lgan silkalarni chiqarib qo'yganmiz. Shuning uchun mana shu Manage All Inventory ga kiramiz. Lekin agar sizlar hali ham chiqarmagan bo'lsanglar, mana bu yerda 3 ta poloskani bosib, Inventory va Manage All Inventory knopkasini bosib, shu betiga kirsanglar bo'ladi. Bu yerda bizda ko'rishingiz mumkin, Amazon o'zi tarafdan yangi akkaunt bo'lgani uchun bu o'zi tarafdan ham tushuntirib berish ishlarini olib boradi. Ya'ni nima, qanaqa ishlari bor, nimalarga ahamiyat berish kerakligini va qanaqa ishlatish kerakligini Amazon o'zi tushuntirib beradi. Ingliz tilini bilgan bizning o'quvchilarimizga maslahatimizni bir marta o'qib chiqqaninglar, chunki bu juda ham yaxshi, yana qo'shimcha informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin, chunki biz o'zimiz tarafdan biz ishlatadigan informatsiyani gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz. Bizda mana ko'rayotganinglardek, mana shu yerda hamma tovarlaringlar kirgizganinglardan keyin shu yerda paydo bo'ladi. Paydo bo'lgandan keyin biza har bitta narsani mana shu statuslari bo'yicha ko'rib chiqa olamiz. Xuddi Excel ko'rinishiga o'xshab. Endi har bitta status bo'yicha va har bitta headline bo'yicha gaplashib o'tib ketamiz. Statusda nimani ko'rishingiz mumkin? Statusda sizlar tovaringlarni aktiv tovaringlarni aktivniligi yoki aktiv emasligini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun tovaringlar nalichiyda qolmagan bo'lsa yoki misol uchun 10 ta bo'lgan bo'lsa, 10 tasini sotib bo'lgan bo'lsanglar, bu inactive'ga chiqarib qo'yadi va u tovarni umuman sizlarni уже magazininglarda sold out deb ko'rsatib qo'yadi. Keyingisi bu image, ya'ni bu yerda rasmi bo'ladi. Keyingisi bu SKU, bu bizda mahsulot unit number bo'ladi, ya'ni mahsulotni skladskoy nomeri, mahsulotni ombordagi nomeri bo'lib, bu narsa SKU deb nomlanadi va mana shu tarafda ko'rsatib beradi. Bu o'zini yo'lda avtomat tarzda o'zi avtomatik paydo bo'ladi. Buni misol uchun qaysidir mahsulot kirgizganinglardan keyin bu narsani ko'rishingiz mumkin. Keyingisi product name va ASIN. Xo'p, product name bu bizda mahsulotning nomi, ASIN bu Amazon Stock Item Number. Amazonda har bitta mahsulotning o'zini identifikatsion nomeri bo'ladi. Har bitta mahsulotda. O'shanga bu narsa bilan hali biz sizlar bilan ko'p gaplashamiz. Biz buni ASIN deb nomlaymiz. Ko'pincha ishlatiladigan termin, iloji bo'lsa yozib olinglar. Bu juda ham muhim narsa, chunki ertaga juda ham ko'p shu ASIN nomerlari bilan uchrashasizlar. Xo'p, keyingisi mana ko'rayotganinglardek, bu shu mahsulot sizlarning magaziningizda paydo bo'lgan datasi va tagida status change date, bu qachon oxirgi marta shu mahsulot informatsiyasi yangilangan datasi haqidagi informatsiya shu yerda bo'ladi. Endi available, ya'ni bu yerda nalichiyda nechta borligi yoki yo'qligi haqida informatsiya, ya'ni bu yerda numeratsiyasi bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda ko'rayotganinglardek estimated fee per unit sold deb qo'ygan, ya'ni bu yerda Amazon o'zini foizini olib qo'ygan, ya'ni komissiyasini olib qo'ygan summasini ko'rsatib qo'yadi. O'sha sotilayotgan narxdan mana bu yerda примерный, ya'ni estimated taxminan nech pul summa Amazon sizlardan olib qolishini mana shu stalbetsda ko'rsatib beradi. Xo'p, bu yerda price and shipping cost, bu yerda o'sha bergan narxinglar bo'ladi sotuvga. Va bu yerda business price plus shipping hozirchalik sizlarga kerak emas. Buni o'rniga biz sizlar bilan hozir bitta ish qilamiz va bu joyga boshqa narsa qo'yamiz. Buning uchun biz preferences ga kirib,
business price olib tashlaymiz va featured offer eligible qo'yamiz va save bosamiz. Featured offer eligible bu sizlarga Buyboxga tushgan-tushmaganligini aniqlab beradigan именно status bo'ladi. Buybox kelajakda juda ham katta sizlarga drive bo'ladi va sizlarning do'koningizda mahsulot sotilishi uchun bo'lgan juda katta bir yordam bo'ladi. Shuning uchun Buybox muhim narsa bo'lgani uchun buni bu yerda qoldiramiz. Shunaqa qilib, biz sizlar bilan bu narsalarning hammasini bugun o'rganib chiqdik va уже mahsulot kirgizayotgan paytimizda biz sizlar bilan yana bir marotaba shu joyga kelib, ayni manage all inventory joyiga kelib, sizlar bilan har bitta statusi va boshqa joylari bo'yicha mukammal gaplashib o'rganib ketamiz. Bugunchalik shu. Boringlarga rahmat. Sog' bo'linglar.